Uyini tagiga borib qo'yaman, uka, zapravkani pulini bersang bo'ldi. Yangi yilgacha bir oy bor hali. Ketmayman, 30-dekabr. Aka 200 ming beraman, olib keting. 400 ming. Yangi yilga onamni ko'rgani bormoqchi edim. Onamni sog'indim. Sizda ham onangiz bordir. Qaravoring. Aka, hojatxona qanaqa bo'ladi? Mana hojatxona. Aka, sochim uzun bo'lsin-da, jingalak bo'lsin. Ana bo'ldi. Aka, yo'qman, uzun sochimni almashtirib bering. Hop, trekker bor, hammasi. Aka, boya mashina olib ketdim. Tormoz ishlamas ekan, almashtirib bering. Qanaqa mashina? Hayla tur. Oldi qani buni? Bagajda? Akam, o yirtiq ekan, almashtirib bering. Aka, men buni oldim, almashtirib bering. Instim yo'qmaydi, almashtirishim kerak. Xullas, hayotda hamma adashadi. Qarich yo'qmadi, almashtirib bering. Hazillashyapsizmi, kuyov? Sen sigaret tashlashim kerak deyotding-a? Ha. Sigaret tashlashing uchun irodang kuchli bo'lishi kerak. Qara, bilmabman shuni. Yo'q, har bir sigaret chekkaningda o'zingni birmish yomon teri. O'zingni birmish urishing kerak. Yaxshi edi. Ha? In chakmayman. Bos. Nima bo'ldi? Iroda abiga olmadim. Bashar abi yusib tashlasa sabab sigaret chakib kelyapti-ku. Bitta zo'r yo'l bor. Elektronik sigaret chekishing kerak. Nima o'ylayapsan? Mana uni qara. Nima u? O'pkam? Yo'q-ku. Ashu o'pkam yo'q-da. Asa elektron sigaret chakdik. Au suv yig'arkan-ku. Yana bitta zo'r yo'li bor. Ko'p sigaret cheksang, tez tashlaysan. Mo'jizalar makonida afsonalar diyor. Yosh bir yigitcha zimmasida edi. Uning ismi Merlin. Merlin o'ldi. Ko'p yasha, xotin baxtli bo'laylik. Yo, oldinchi ekanman. Hozir tashlaganman. Aldamang, buni tashab bo'lmaydi. Akenga nima bo'ldi? Zapravkalar yopilgandan beri tomi ketib qoldi. Nima bo'lganini ham qancha deb qo'ying. Qancha? Ponli aka, ponli. 2 kundan beri kutib o'tiribman aka. 80 talik balon. Bo'ldimi? Aytdim-ku aytmadim. Aka! Ha, narximi? Ha, 20 ming. mayli bering. Qancha? Ponli aka, ponli. 2 kundan beri kutib o'tiribman. 80 talik balon. Bo'ldimi? Aka nima qilyapti? Metanga ochirtga turibdi. O'zing yaxshimisan? Yaxshi. Sizlar yaxshimi? Aka qani? Odam olganga o'xshaydi. Bor topib kelay. Menga qara, o'zi nimaga zapravkalar yopiq? Qish keldi, qishda hamma zapravkalarni yopib tashlaydi. Bahorda hamma zapravka ochiladi. Tezroq issiq bo'lsa edi. Aka, ustingizga kiyib oling, shamollab qolasiz. Yo'q, men bahor kelganini isbotlayman. Keyin hamma zapravkalar ochilib ketadi. Akam to'bi ketib qolyapti. Zapravka ochinglar, iltimos. Aka, Qarsak chaling sho'pirlar, zapravkachilar o'ynasin. kimingga ishonyapsan? Bor chaqir. 3 ta akam bor, hozir chaqiraman, gazingni beradi. Sen mukamga gapirgan? Ha, men. Ikkinchisini chaqir. Sen men ukam durga? Bilyapti. Bor uchinchisini chaqir. Sanmisan men ukalarim nurga? O'zing ko'ting yo'qmi? Bor, nima qilasiz? Oramizda uylamagan bittasan, qachon uylanasan? Men bilan ishlang bo'lmas, xohlagan paytimda uylanaman. 2007-larga uylan. 2007-lar detskiy-ku. Bo'lmas, o'zing qatoriga uylan. O'zim qatorlar 3 tadan bolasi bor. Shuning uchun vaqtida uylanish kerak. Ne urasan? Mahallada bitta xola bor-da. Bechora o'tib qoldimi? Yo'q, shunga uylansang bo'lmaydi. Tosh mashindan. Jo'ra bitta zo'ridan topdim. Faqat ajrashgan. Shu bolasi ham bor ekanda. Zo'ru, zato harakat qilib o'tirmaysan. Mana bolalar havasini yig'dim. Faqat to'g'risini ayt. Nimaga uylanmayapsan? Yo kasalmisan? To'g'risini aytaymi? Ha! Xohish yo'q. A o'sha kasallikda chumo. Qiz vashi jo'ssa ekan. Ana chayka kelyapti, chayka. Assalomu alaykum, bola. Yaxshimisiz? Uylar yaxshimi? Jo'nim sovuq tushib qoldi. Sovuq deb nima chaqding o'zi? Nima chaqding? Tinchlik.
Nima chaqning? Ayt. Estope, buncha tez gapirasan, nima chaqirganim esimizdan chiqib ketdi. Isla. Assalomu alaykum, taksichi aka, yaxshimisiz? Uylar yaxshimi? Qishda qiynalmayapsiz? Sovuqda qanday ketyapti Yandex? Biz Chilonzorga borib qo'ying, Chilonzorga borasizmi, oborasizmi bizlar Chilonzorga? Anasi. Acha, aka bu karis emas-bu, o'zbek. Chilonzorga haydang, Chilonzorga deyapti. Tamam. Onam aytgan qiz siz bu ses kerak. Menga juda yoqdingiz, juda chiroyli ekansiz. Agar menga turmushga chiqsangiz, siz juda baxtli qilaman. Sayohatlarga olib chiqaman. Juda baxtli qilaman. Nima deysiz? Allo mama, bu 3 kun gapiradigan gapimni bittada gapirib qo'ydi-ku. Bo'lmaydi bu bola. Qayga? Antifriz almashtirish kerak, motor moyni almashtirish kerak, ballonlarni almashtirish kerak. Menimcha kalotka ham ketgan, kalotkalarni almashtirib berasiz. Keyin simcha yoqmayapti, shu simchani olib berasiz. Xo'p, hammasini zo'r qilib berasiz. Kalotkalarni almashtirish kerak. Kalotkalarni almashtirish kerakmi? Da, shunaqa. Sen tez gapirasan deb hamma meni ahmoq qilishadi, lekin nima qilay? Shunaqa yaratilganman-da. Laqabim qo'yib olishgan, chayka deyishadi. Do'stim, sen men jo'ramsan, o'zing bir maslahat ber. Nima qilsam bo'ladi? Nima qilay, jo'ra? Mening bilan rep aytishib ko'r.